Bizning g'amimiz faqat dunyo. Bizning g'amimiz ibodat emas. Bizning g'amimiz insonlarni to'g'ri yo'lga solish emas, insonlarni tarbiyalash emas. Bizning g'amimiz farzandimiz ilmli bo'lish emas, farzandimizni boy bo'lishligi bugun. Uyalsin otalar. O'sha otalar farzandi ilmli emas, boy bo'lsin degan otalar jahannamga o'tin bo'ladi. Farzandim ilmli bo'lsin deng. Farzandim taqvoli bo'lsin deng. Rizqni-ku Alloh beradi. Keyin kelinki 10 kishidan kam 5 kishidan oldinda yashadi. Moddiyat bugun hech narsani hal qilmaydi aslida. Bizni shayton moddiyatni ko'zimizga shunchalik chiroyli qilib ko'rsatganki, farzandimiz aqlsiz, ibodatsiz, qo'shtirnoq ichida ahmoq bo'lsa ham rozi ota-onalar, lekin boy bo'lsin. Imkoniyatli bo'lsin. Alloh panoh bersin. Shunaqa ham ota, shunaqa ham bobo bo'ladimi endi? Farzandimiz olim bo'lsin, farzandimiz ilmli bo'lsin, taqvodor bo'lsin, salohiyatli bo'lsin, halol bo'lsin, mayli puli kam bo'lsin. Nima bo'libdi? Alloh taolo har birimizga fazl bersin. Yaxshilik va martaba bersin. Lekin halol bo'lgan, taqvoli bo'lgan, ilmli bo'lgan odam hargiz dunyoda xor bo'lmaydi. Alloh taolo fazilat beradi.